Assalomu alaykum do'stlar. Bugun yana sizlar bilan yangi videoda ko'rishib turibmiz. Bugun sizlar bilan qanday qilib kompyuterni ishlash yo'llarini ko'rib chiqamiz. Ya'ni ushbu video dars umuman kompyuterda ishlab ko'rmaganlar, kompyuterdan qanday foydalanishni bilmaydiganlar uchun kompyuterni noldan o'rganish darsi bo'ladi. Fayllar bilan ishlash, umuman kompyuterda papkalar bilan ishlash va hokazo dastlabki bilimlar bilan tanishib chiqamiz. Demak, birinchi o'rinda o'zi kompyuterda ishlashda biz ko'pincha sichqonchadan foydalanamiz. Sichqonchani asosan 3 ta tugmasi bor. O'zlaringiz bilasizlar, hozirgi zamonaviy kompyuter sichqonchalarida o'ng tugma, chap tugma va o'rtada rolik tugmasi bor. Ana tugmasidan foydalanamiz sichqonchani. O'ng tarafini o'zini vazifasi bor. Mana o'ng tarafni bosganda asosan bizga o'sha funksiyalar variantlari chiqib keladi. Bajarishimiz mumkin bo'lgan ishlar variantlari chiqib keladi. Buni xohlagan bo'sh joyga bosishimiz ham mumkin yoki biror bir mana papka yoki mana bu fayllar, mana shu ikonkalar ustiga bosgan holda ham bu variantlarni ochishimiz mumkin bo'ladi. Demak, buning uchun biz sichqonchani o'ng tarafidan foydalanamiz. Sichqonchani chap tarafi esa tanlash uchun asosan ishlatiladi. Mana agar bir marta bossak, xohlagan joyga bosganimizda bizga o'sha fayl yoki papka tanlanadi. Yoki mana bunaqa programma ikonkalari, yarliklar tanlanishi mumkin bo'ladi. Demak, mana bunday. Agar sichqonchani chap tarafini bosadigan bo'lsak, albatta o'sha tanlagan ikonkamiz yoki papkamiz tanlanadi. O'ng tarafini bosib esa mana bunday chiqqan oynasidan kerakli o'zgarishlarni qilsak bo'ladi. Misol uchun mana открыть turibdi bu yoqda, shu yerdan bosgan holda открытni bosib o'sha papkani yoki mana ko'rib turganingizdek dasturni ochishimiz mumkin bo'ladi. Endi biz yangi papka hosil qilishimiz juda ham oson. Buning uchun o'ng tarafni bosamiz va sazzatni bosgan holda shu yerda yangi papka ochishimiz mumkin bo'ladi. Mana dastlab o'ng tarafni ochib ushbu oynani ochib olganimizdan keyin sazzatni ustiga chap tomonni va mana papka degan joyga bossak, bizga yangi papka ochiladi. Shu joyda mana bunday agar matn tanlangan bo'lsa, biz ushbu papkani nomini o'zgartirib qo'yishimiz mumkin. Hech narsani bosmagan holda shunchaki klaviaturaga yozib qo'ysak bo'ladi. Misol uchun birinchi dars deb nomlab enter tugmasini bosadigan bo'lsak, ushbu papkamiz nomlanadi. Endi esa buni ichiga 2 marta bosib ochib olishimiz mumkin. Bu yerda ko'rib turibsiz, hech qanday yangi fayllar yoki biror narsa yozilmagan. Bundan chiqib ketsak bo'ladi. Endi papka ichida nimadir hosil qilmoqchi bo'lsak, buning uchun ham o'ng tarafni bosib yana sazzatdan foydalanamiz va bu yerda ko'rib turibsiz, bir nechta bizga variantlar chiqadi. Yarlik, undan tashqari mana Access, Word, yana Access, Microsoft Project, xullas PDF dokument. Aynan kompyuterimizda o'rnatilgan dasturlar uchun ma'lum fayllar yaratishimiz mumkin. Misol uchun qanaqadir yangi matn yozmoqchi bo'lsak, qanaqadir Wordda biror narsa yozmoqchi bo'lsak, Word programmasida biror narsa yozmoqchi bo'lsak, mana shu dokument Microsoft Wordni tanlaymiz mana. Va bunda ham xuddi papkaga o'xshab nom berish uchun bizga ochiladi. Demak, yangi fayl yaratganimizda mana bunday ko'rinishda ochiladi bu ham. Buni ham shu zahoti nomlab qo'ysak bo'ladi. Tarjimai hol. Demak, mana shu faylimiz hali ichiga hech narsa yozilmagan bo'lsa ham, unga mana shunday nom berib qo'yishimiz mumkin. E'tibor bering. Biz bajarayotgan narsalar mana bu ekran chetida ham ko'rinib turibdi. Shu orqali aynan nimani bosayotganimizni ham tushunib olsangiz bo'ladi. Endi bundan tashqari mana yangi papka va fayl yaratishni ko'rib chiqdik. Mana boshqa fayl yaratib ko'raylik. Misol uchun prezentatsiya qilish uchun prezentatsiya PowerPoint tanlaymiz va mana bu yerdan birinchi ish deb nomlab qo'ysak bo'ladi mana. Buni ham mana shunday ko'rinishda, demak, yangi fayllar yaratsak bo'ladi. Endi keyingi ko'rishimiz mumkin bo'lgan narsa mana asosiy ekrandan bir nechta o'zgartirishlar qilsak bo'ladi. Misol uchun mana vid ko'rinishidan shu belgilarni, ya'ni mana bu ikonkalarni
katta yoki kichikroq qilib qo'ysak bo'ladi. Melki значка qilganimizda unday mayda ko'rinishga o'tadi. Kimga qaysi ko'rinishda qulay bo'lsa, o'shani tanlab qo'yish mumkin. Mana bizda обычный turibdi. Buni yana крупный qilib qo'ysak, juda ham kattaroq mana bunday ko'rinishda foydalansak ham bo'ladi. Menimcha обычныйsi ma'qulroq. Xo'p, bundan tashqari ko'pchilik bilmaydigan narsa bu yerdan umuman hamma mana shu значкаlarni, ya'ni ikonkalarni ko'rinmaydigan qilib qo'ysak bo'ladi. Buning uchun mana bu отображать значка рабочего стола-ni o'chirib qo'ysak, mana bo'sh holatga o'tadi. Qaysidir holatda mana shu ekranning o'zi faqat ko'rinib turishini xohlasangiz, undan foydalanishingiz mumkin. Qayta chiqarish uchun yana vidga bosib, mana shu отображатning ustiga yana bir marta bosib qo'yamiz. Va bizda shu barcha ikonkalar ko'rinadi. Xo'p, demak, undan tashqari asosiy boshqa programmalar va настройкаlar bilan ishlash uchun kompyuterda mana bu yerda pastda pusk tugmasi bor. Mana ko'rib turibsiz, Windows belgisi o'sha logotip rang ko'rinishida. Buni bossak ham bo'ladi yoki klaviaturadan aynan mana shu xuddi shunaqa belgini, ya'ni Windows belgisi yoki pusk belgisini bosib, bu yerdan boshqa dasturlarga ham kirsak bo'ladi. Misol uchun mana kalkulyator kerak bo'lsa, yana kalkulyator ustiga bosib, mana kalkulyatordan foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Demak, umuman hamma umumiy dasturlar mana shu pusk menyusi orqali topib kiriladi. Mana bu yerda Google Chrome internet kirish uchun va boshqa dasturlarga xuddi shu joydan kirsak bo'ladi. Bundan tashqari mana bu yerda parametr qismi bor, ya'ni bu yerdan kerakli настройкаlarni, kompyuterning настройкаlarini to'g'rilasak bo'ladi. Mana bir marta bosib, bu yerda Bluetooth masalan, printer, mish, sichqonchani qanaqadir masalan kursorni tezligini mana tezlashtirib yoki qimirlashini sekinlashtirib qo'ysak bo'ladi. Agar qanchalik tez qilib qo'yadigan bo'lsangiz buni o'zgartirsak bo'ladi va qo'shimcha mana bu yerda настройкаlar ham to'g'rilasak bo'ladi. Agar rus tilini siz biladigan bo'lsangiz, bularni tushunish juda oson. Mana дополнительный, ya'ni qo'shimcha parametrlarni ham ochishimiz mumkin. Hop, sensor paneli bu asosan notebooklarda bo'ladi. Lekin oddiy kompyuterlarda bunaqa imkoniyat yo'q. Aynan sichqoncha ishlatiladi. Agar sizda notebook bo'lsa, sichqoncha o'rniga mana shu sensorni panelini ham ishlatishingiz mumkin. Mana bu yerda ham asosiy ishlatish mumkin bo'lgan usullari ko'rsatilgan. Hop, mana bu yerda vvod, ya'ni kiritish настройкалari va hokazo настройкаlarni bu yerdan ko'rsak bo'ladi. Bundan tashqari mana glavniyni bossak, bizga umumiy boshqa barcha настройкаlar chiqib keladi. Masalan, время и язык, bu yerdan vaqtimizni o'zgartirsak bo'ladi. Mana bu yerda vaqtni avtomatik tarzda aniqlash yoqib qo'ysangiz, har doim vaqtni o'zi to'g'ri ko'rsatib turadi. Buning uchun esa mana bu yerdan часы для различных часовых поясов ustiga bosishimiz kerak bo'ladi. Bu yerdan mana qarang, Ashxobod, Toshkent turibdi. Aynan mana shu yerdan tekshirib olishimiz kerak. Toshkent va Ashxobod turibdimi? Aynan o'zimiz yashaydigan regionni to'g'rilab qo'yishimiz kerak bo'ladi. Shunda har doim mana bu vaqt to'g'ri ko'rinishda ko'rsatib turadi bizda. Mana bu yerda tilni o'zgartirishimiz mumkin. Mana angliskiy, ruskiy va boshqa tillarni qo'shib olishimiz mumkin bo'ladi. Bu yerda konfidensialность, игры, personalizatsiya, ya'ni mana bu yerdan fonni o'zgartirishimiz mumkin. Mana ekranda fonda kerakli rasmni boshqasiga o'zgartirishimiz mumkin. Splashnoy svet qo'yishimiz mumkin yoki slide-show yoki oddiy rasm qo'ysak bo'ladi. Splashnoy svet ma'lum bir xil rangni qo'yib beradi. Mana bunday oddiygina birorta rangni tanlashimiz mumkin bo'ladi mana. Yashil rang, qizil rang. Bundan ko'ra menimcha rasm turgani sal yaxshiroq. Oddiygina bitta rang turgandan ko'ra. Mana fotoni tanlab qo'yamiz. Mana bu yerdan o'zimiz xohlagan rasmni qo'yishimiz mumkin. Agar o'zimiz saqlab qo'ygan birorta rasmni qo'ymoqchi bo'lsak, mana bu obzor ustiga bosib bizda saqlangan birorta rasmni qo'ysak bo'ladi. Mana bu yerdan
Misol uchun xohlagan mana bu rasmlardan bittasini qo'ysak bo'ladi. Mana bizda o'zgardi. Endi chiqib ko'rishimiz mumkin. Mana o'zimiz saqlagan birorta rasmni qo'yib qo'ysak ham bo'ladi. Xuddi shu narsani yana joyiga qaytarish uchun o'ng tarafga bosib personalizatsiyaga kirsak bo'ladi yana. Bu yerdan yana boshqa rasmni tanlab qo'yishimiz ham mumkin bo'ladi. Shunchaki bir marta bosamiz va bizda asosiy ekrandagi rasm o'zgaradi. Telegram kanalimizga ham obuna bo'lib qo'ying. Aynan so'nggi yangiliklar, qiziqarli ma'lumotlar berib boriladi va kanalimizga oid xabarlar ham aynan mana shu adresdagi kanalimizda berib boriladi. Bu kanalga ham obuna bo'lib qo'ying va video borasida fikrlaringizni ushbu joyga yozib qoldirishingiz mumkin yoki mana bu botimizga ham murojaatlar bilan yozishingiz mumkin. Biror savollar yoki fikrlar bo'lsa kommentariyada yozib qoldiring. Albatta javob berishga harakat qilamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.